Nima lecheniyalar oldingiz hozirgacha degan paytda? Lecheniyami? Deyarli normal lecheniya olganim yo'q. Nogironlarda protezlashtirishmi bo'limi bor-ku, markazi. Toshkentdagimi yoki Shu Toshkentda. Toshkent o'zidagi. Surxondaryodan keldingizmi? Surxondaryodan. Xo'p, ba'zan o'zimiz ham xato qilamiz. O'tkazib yuboramiz, boshqa bo'ladi. O'sha uchun shaxsiyatga o'tmasdan faqat sizning holatingiz haqida gaplashamiz. Bitta sizdagi ko'rinish bo'yicha rejimlar to'liq yozilmagan ekan. MRTning sifati yaxshi emas. MRTning sifati yaxshi emas. Rejimlar to'liq yozilmagan. Agar ko'radigan bo'lsangiz, salgina aseptisk nekrozi belgisi bor. Lekin MRTni talabga javob bermaydigan darajada juda ham yomon, sifati juda yomon ekan. Qayerda tushgansiz, buni ham nimasi yo'q, ahamiyati yo'q, lekin kamida 1,5 Tesla bo'lgan yaxshiroq MRTda tushib kelishingiz kerak bo'ladi, qayta ko'rik uchun. Aseptisk nekroz bu juda ham hozir kunda ommabop bo'lib ketgan kasalliklardan ko'pchilik odamda kuzatilyapti. Siz bitta yotib olsangiz, men nimangizni ko'raman. Klinik belgilaringizni bitta tekshirib ko'ring, haqiqatan o'sha chanoqson bo'g'imidagi muammo hisobigami og'riqlaringiz yo boshqa narsani ko'raman. Tepaga qarab yotib olasiz. Ustingizga chiqib qo'yavering. Og'riqlar kunni qaysi paytda ko'proq bo'ladi? Sovuq paytda bilinadi. Ko'p yursam, Ko'p yursangiz sovuqda bilinadi. Kunni qaysi paytda? Ertalab ko'pmi, obeddami, kechqurunmi? Ertalab, ha? Keyin ko'p bitta joyda turib qolsam, qarang, ko'p harakat qilib yursam, kuni bo'yi yurdingiz, kechqurun og'riq bo'ladimi yo'qmi? Kuchli bo'ladimi ertalabga nisbatan yoki bir xilmi? Yo'q. Kuchliroq bo'ladi ko'p yurganimdan keyin. O'zimga Qarang, seziladi. agar oyog'ingizda og'riq bo'lsa aytasiz, mana ko'taryapman, og'riq bormi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Bundachi? Yo'q. Yo'qmi? Bunda Yo'q. og'riq yo'qmi? Boshqa. Og'riq bormi bunda? Yo'qmi? O'zi o'ng tomoningizda og'riq bormi? Odatda. Bundachi? Bunda yo'q, yoqsangiz yo'q. Og'riq yo'qmi? Xo'p. Bundachi? Ozgina bor. Ozgina bormi? Bunda? Yo'q, unda bilinmaydi. Bunda? Yetyapman shunisi. Ozgina bor. Xo'p, yon tomonga qarab olamiz. Mana shu sohada. Yo'q. Yo'qmi? Kuchli bossam ham og'riq bermayaptimi? Yo'q. Xo'p. Bittachi? Yo'q. Og'riq yo'qmi? Yo'q. Pastga qarab olasiz. Qo'lingiz yo'q. Ikkita qo'lingizni yon tomonga tushirib yoting. Xo'p, bu sohada og'riq bormi? Hozir bosgan vaqtingizmi? Yo'q. Yo'qmi? Bittachi? Yo'q. Yo'qmi? Bu sohadachi belda? Belda yo'q. Yo'qmi? Og'riqlar sizni oyog'ingizni orqa tomondan beradimi yoki oldidanmi? Faqat dumg'aza ichidan beradi. Mana shu dumg'azani ichida bo'ladi. Xuddi bir narsa nerv tomir tortishgandek bo'lib, bir narsa ushlagandek bo'ladimi? Bo'ladi, ha. U ko'proq piriformis sindrom bo'lishi ham mumkin. Hozir ko'ramiz. Piriformis mushakingizga bosaman, qanaqa? Og'riq kuchlimi? Bor, salgina bor bunda. Kuchli emas lekin, a? Yo'q, kuchli emas lekin. Qaysi tomonda kuchliroq og'riqlar? O'ngdami, chapdami? Hozir chapda ko'proq yo'q bunda. Bu tomonda unaqa yo'q, a? Yo'q. Hop. Kuchlimi? Salgina bor. Salginami yo kuchlimi? Unchalik kuchli emas-da. Deb bosgan joyingizda og'riq bo'lyapti.
Toza bederniy sustavi qaytadan MRT qilib kelasiz, holatni ko'rishlik uchun. Xo'p. Mushaklaringizda salgina qotgan baribir. Mana shu sohani mana periformis sohasini bossam og'riq bor mana shu yerda kuchli. Mana shu joyni betni bosaman, unaqa og'riq yo'q. Yo'q. Betda kuchli. Ya bola. Mana shu periformis tortilgan nervlarni ham ushlaydi, chiqadigan joyi. Chunki kam harakatlanganingizdan bo'lishi mumkin. Qarang, mana shu yerda kechki payt Tekshirdik, oyoqlarni to'g'ri holatda ko'targanda hech qanaqangi nima yo'q. Betda reflekslar yaxshi mana ko'rishingiz mumkin, tizza refleksi. Xo'p, bu refleks ham normada. Ikki tomonda ham normada. Bu tomonda ham tizzani refleksini ko'ramiz. Bu ham normada mana ishlab turibdi. Xo'p, sizga asosiy agar betda ko'rinayotgan narsa yana tasdiqlanadigan bo'lsa, aseptisk nekrozi o'zini standart davo chorasini yozib beramiz va rejimni sizga tushuntirib beramiz. Hozircha MRT ga tushib kelasiz. MRT dan keyingi nimangizni yana ko'rib turib, ko'proq sizga ma'lumot beramiz. Hozircha betdagi holatda kollaps bermagan, sinmagan va o'zingizni klinik holatingiz ham harakatda butun saqlanib turibdi. Bu degani siz qo'rqib turgan narsa bo'lmasligi ham mumkin. Yaxshi bir MRT ga tushgandan keyin maslahatlashamiz. Xo'p, hozir yozib beraman sizga MRT. Sizdagi holatni o'zi bemorlarimiz ko'pincha qo'rqadi-da. Masalan, biza как travmatolog, ortoped, xirurg, spinalniy xirurgmizda uni oldiga borsak operatsiya qilib qo'ysa-chi degan xayol o'tadi-da. Shundan qo'rqadi-da. Aksariyat holatda biz bemorlarni ko'radigan bo'lsak, 90% dan ko'p bemorlarimiz faqatgina konservativ davo choralarini oladi. Bizani xirurgligimizni bilgani uchun ko'pchilik konservativni davolaydigan doktorlar, masalan, nevropatologlar birinchi davolab ko'radi-da, keyin bizaga jo'natadi. Qachonki davo choralari yaxshi yordam bermagandan keyin jo'natadi. O'sha uchun ham kelgan bemorlarimizda aksariyati operatsiyaga to'liq rozi bo'lib keladi. Operatsiya qilib berayman, jonimdan o'tib ketdi, oyog'im ishlamay qolyapti, yana bir narsa deb keladi. Lekin aksariyat o'zimiz boshqa doktorlar jo'natmagan emas, o'zimizga kelgan kasallarni deyarli 10% ham emas operatsiyaga boradigan juda kam. Tanlab jo'natilganlar to'g'ri, chunki u doktorlar avval davolab ko'rgan, hamma chorasini qilib ko'rgan, yaxshi effekt bermagandan keyin endi sizdagi qolgan chora doktorlik, mana shu operatsiyalik deb jo'natadi. Ular haqiqatdan kelgan paytdan to'g'ridan-to'g'ri operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Lekin o'zimizga keladigan bemorlar bor-ku, to'g'ridan-to'g'ri keladigan bemorlarimizni deyarli 90% umuman operatsiyaga ko'rsatma yo'q. Hozirgi aytdi, men ham qo'rqqanim boshida dedi. Yo'q, o'sha yemirlash to'xtadi deb aytdi-ki. MRT yozib beraman. Ikki tomonlama. Qon analiz topshirmaymi? Hozircha shart emas. MRTni ko'ring. Agar MRT top-toza chiqsa, hammasi yaxshi bo'lsa, keyin sizdagi kasallikni boshqa narsalardan qidirishga to'g'ri keladi. Masalan, og'riqlaringiz bo'layotgan shamollashnikimi, shamollashni markorlarini qon analiz topshirib turib tekshirsak bo'ladi.